Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi mavzu kesh koherensiyasi, zamonaviy ko'p yadroli tizimlarda ma'lumotlar mosligi. Kesh koherensiyasi zamonaviy ko'p yadroli tizimlarda ma'lumotlar mosligini ta'minlash uchun muhimdir. Har bir yadro o'z keshiga ega bo'lib, bu ma'lumotlar mosligini saqlashni murakkablashtiradi. Kesh koherensiyasi texnologiyasi tizimning to'g'ri ishlashini va ma'lumotlar mosligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ko'p yadroli tizimlarda har bir yadro o'z keshiga ega bo'lsa-da, ular bir xil ma'lumotlarni saqlashi mumkin. Bir yadro ma'lumotni o'zgartirganda, boshqa yadrolar eski nusxani ko'rishda davom etadi. Bu dasturning noto'g'ri ishlashiga va ma'lumotlar buzilishiga olib keladi. Kesh koherensiyasi muammosini hal qilish zarur. Ko'p yadroli tizimlarda har bir yadro o'z keshiga ega, lekin bir xil ma'lumot bir nechta keshda saqlanishi mumkin. O'zgarishlar darhol boshqa keshlarga yetkazilmaydi. Bu esa ma'lumotlar nomosligiga olib keladi. Natijada dastur kutilmagan natijalar beradi va tizim ishonchsizligi oshadi, ayniqsa parallel dasturlashda. Ikki yadroli protsessorlarda kesh koherensiyasi muammosi bir xil manzilga ega ma'lumotlar turli keshlarda saqlanganda yuzaga keladi. Bu holatda bir yadro ma'lumotni yangilasa, boshqa yadro eski ma'lumotni ko'radi. Bu esa dastur ishonchliligini pasaytiradi va ma'lumotlar nomosligiga olib keladi. Kesh hit holatida ma'lumot keshda topilib, tezkor o'qiladi. Bu yuqori samaradorlik va kam energiya sarfini ta'minlaydi. Kesh misda esa ma'lumot asosiy xotiradan olinadi. Bu sekin va ko'proq energiya talab qiladi. Fit va mis koeffitsentlari tizim samaradorligini belgilaydi. Yuqori mis darajasi esa tizimni sekinlashtiradi. Kesh koherensiyasi protokollari ko'p yadroli hisoblash tizimlarida ma'lumotlarning izchilligi va arxitektura barqarorligini ta'minlovchi fundamental mexanizmlardir. Ushbu protokollar turli yadrolarga tegishli keshlar o'rtasida ma'lumotlarni avtomatik sinxronlashtirib, bir vaqtning o'zida o'qish yozish operatsiyalaridan kelib chiqadigan nomuvofiqliklarning oldini oladi. Natijada ma'lumotlarning buzilish ehtimoli kamayadi va tizimning funksional ishonchliligi hamda umumiy ishlash samaradorligi kafolatlanadi. Kesh koherensiyasi protokoli sinxronizatsiya mexanizmi sifatida barcha keshlar o'rtasida ma'lumotlarni sinxronlashtirish va ularning mosligini ta'minlash uchun ishlatiladi. Uning asosiy maqsadi barcha keshlar va asosiy xotira o'rtasida ma'lumotlar mosligini doimiy nazorat qilish va saqlab qolishdir. Bu ma'lumotlar buzilishining oldini olish va tizimning ishonchli ishlashini kafolatlaydi. Messi protokoli 4 asosiy holatni o'z ichiga oladi: modified, eksklusiv, sharet va invalid. Har bir kesh qatori ushbu holatlardan birida bo'ladi. Bu protokol Intel va Advanced Metro Devices protsessorlarida keng qo'llanilib, kesh koherensiyasini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Modified holati ma'lumot blokining faqat mazkur keshda mavjud bo'lib, asosiy xotiradagi nusxasi eskirganligini bildiradi. Eksklusiv holatda o'zgartirilmagan ma'lumot yagona keshda saqlanadi va asosiy xotira bilan to'liq mos keladi. Shariat holati ma'lumotning bir nechta keshlar orasida bo'lishilganini va uning izchil holatda ekanini anglatadi. Invalid holat blokning yaroqsizligini ko'rsatib, uni yangilash yoki qayta yuklashni talab qiladi. Ushbu holatlar va ularning o'zaro o'tishlari kesh koherensiyasi protokollarining asosiy ishlash mexanizmini tashkil etadi. Messi holatlari o'rtasidagi o'tishlar diagrammasi kesh koherensiyasi protokolining asosiy qismidir. M holatidan Eliokis holatiga o'tish ma'lumot o'qilganda yoki boshqa keshlar bilan ulashilganda sodir bo'ladi. Holatidan S yoki holatiga o'tish ma'lumot o'qilganda yoki o'chirilganda yuz beradi. S holatidan I holatiga o'tish ma'lumot yangilanganda amalga oshiriladi. Messi protokoli o'qish jarayonida agar ma'lumot boshqa keshda S holatda bo'lsa, yangi kesh ham S holatga o'tadi va ma'lumot ulashiladi. Yozish jarayonida agar ma'lumot holatda bo'lsa, boshqa keshlar holatga o'tkazilib, yangi ma'lumot holatga o'tadi.
Bu jarayonlar kesh koherensiyasini ta'minlaydi. Keshdagi ma'lumotni o'zgartirish jarayonida yozish operatsiyasi kesh qatorini modifiyat holatiga o'tkazadi. Boshqa keshlardagi bir xil ma'lumotlar invalid holatga o'tadi. O'zgartirilgan ma'lumot kerak bo'lganda asosiy xotiraga yoziladi. Vertebrat strategiyasi kesh koherensiyasini ta'minlab, samaradorlikni oshiradi. Sinxronizatsiya va kesh koherensiyasi bir-biriga bog'liq, ammo har biri alohida vazifani bajaradi. Kesh koherensiyasi ma'lumotlarning mosligini ta'minlaydi, sinxronizatsiya esa jarayonlar o'rtasida resurslarni boshqaradi. Bu ikki jarayonning to'g'ri ishlashi parallel dasturlashda muhim ahamiyatga ega. Messi protokoli keshlar orasidagi ma'lumot mosligini ta'minlaydi, lekin yuqori darajadagi sinxronizatsiyani boshqarmaydi. Dasturchilar mutex, semafori yoki memory barrier kabi vositalarni qo'llab, sinxronizatsiyani o'zlari boshqarishlari kerak. Bu farqni tushunish parallel dasturlashda muhim, chunki ko'pchilik Messi barcha sinxronizatsiya muammolarini hal qiladi deb o'ylaydi. Yadro ma'lumotni yozganda, yadro uni o'qishdan oldin kutish kerak. Aks holda eski qiymatni olishi mumkin. Buni oldini olish uchun memory barrier yoki mutex kabi sinxronizatsiya vositalaridan foydalanish zarur. Bu vositalar ma'lumotlar oqimini to'g'ri tartibga soladi va keshlararo sinxronizatsiyani ta'minlaydi. Keshlararo sinxronizatsiya dastur oqimida muhim rol o'ynaydi. Memory barrierlar ma'lumotlar oqimini to'g'ri tartibga solib, yadrolar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi aniqligini ta'minlaydi. Bu vositalar ayniqsa ko'p yadroli tizimlarda ma'lumotlar izchilligini saqlashda muhimdir. Kesh koherensiyasi protokollari Snoopy va Directory Based yondashuvlarga bo'linadi. Snoopy protokollari, masalan, Messi umumiy magistralda keshlar bir-birini kuzatadi. Directory Based protokollar esa markaziy katalog orqali ma'lumot bloklarini kuzatadi. Bu esa katta tizimlar uchun samarali, lekin murakkab yondashuvdir. Messi protokoli 4 asosiy holatni o'z ichiga oladi: modified, explosive, shared, invalid. Bu ko'pchilik protsessorlarda standart hisoblanadi. Moisi protokoli esa Messiga omnet holatini qo'shib, ma'lumot boshqaruvini optimallashtiradi. Omnet holati ma'lumotni bir kesh egallashi va boshqa keshlarga ta'minlashi orqali samaradorlikni oshiradi. Ko'p yadroli protsessorlar 4, 8, 16 va undan ko'p yadrolarga ega bo'lib, iyerarxik kesh tizimlari L1, L2, L3 keshlarni o'z ichiga oladi. Numa arxitekturasi esa xotira kirishining notekisligini ta'minlaydi. Zamonaviy arxitekturalarda kesh koherensiyasi protokollari murakkablashib, yuqori ishlash va kam energiya sarfini ta'minlaydi, ishonchlilikni oshiradi. Kesh koherensiyasi ko'p yadroli tizimlarning yuragi bo'lib, Messi protokoli zamonaviy protsessorlarda keng qo'llaniladi. To'g'ri kesh koherensiyasi samaradorlikni 10 barobar oshirishi mumkin. Kelajakda machine learning va kvant hisoblash uchun yanada murakkab protokollar rivojlanmoqda. Bu soha doimiy rivojlanishda davom etmoqda. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.